Prezidentimiz tarixining 2026 yılı 5 fevral kuni 19 sonli farmoni qabul etildi. Mine shu farmonning o'rlanib ta'minlash maqsadida bugun Nukus qalasi 23 sonli maktabga shekimga bilimlendirish o'lkamida o'yinga tekrarlangan ta'lim prosesi amalga oshirilmoqda. Bu prosesler bilan tanishuv maqsadida Toshkent qalasidan maktabga shekimga bilimlendirish o'lkam direktorlari mineki mehmonda bo'lib turibdi. Bu mehmonlarimiz hozirgi kunda shu o'yinga tekrarlangan ta'lim prosesleri bilan yaqindan tanishib, ham o'zlarining жұмыс o'rnina borib yengizuvda maqsad etdi. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan maktabgacha ta'lim tizimidagi o'yinga asoslangan ta'lim tizimini biz Nukus shahrida kuzatish uchun tashrif buyurdik. Aynan Nukus shahrida o'yinga asoslangan ta'lim juda ham o'zini samarasini berganligini guvohi bo'ldik. Albatta har bir bolajon, har bir tarbiyalanuvchi o'zini ichidagi iqtidorini o'yin orqali namoyon etadi. O'yin orqali u hayotga, ijtimoiy hayotga tayyorgarligini ko'rsata oladi. Bir-biri bilan do'stona munosabat, bir-biri bilan bo'lgan o'zaro kelishuvchilik va ichidagi bo'lgan har bir iqtidor o'yin orqali namoyon bo'lishini kuzatamiz. Albatta, Nukus shahridagi bo'lgan barcha tajribalarni o'zimizning Toshkent shahrida bo'lgan, poytaxtimizda bo'lgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tatbiq etishga tayyor biza va tatbiq etamiz va u o'zini chiroyli samaralarini beradi degan umiddamiz.